Assalomu alaykum. Bizni musofir yurtdan kuzatayotgan akalarimiz, bugun xudo xolasa sizlar uchun umra narxlarini tushuntirib beramiz. Ota-onamni, yaqinlarimni umra safariga jo'natmoqchiman. O'zim musofir yurtdaman. Qanday qilib sizlarga to'lovlar amalga oshirsam bo'ladi? Ota-onamni nomiga qanday qilib joylab bron qilsam bo'ladi degan obunachilarimiz, bu videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Xudo xolasa sizlar uchun to'liq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. Videomizni oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa hamma savollaringizga javob olishlaring mumkin. Endi Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka bizni musofir yurtdan kuzatayotganlar bor. O'zim musofir yurtdaman, chetda ishlab yuribman. Ota-onamni umra safariga jo'natmoqchiman. U joyda turib qanday qilib joylarni bron qilsam bo'ladi degan obunachilarimiz, to'lovlar qanday amalga oshirsam bo'ladi degan obunachilarimizga bitta savollarga javob berib o'tasiz aka. Xo'p bo'ladi. Bemalol to'lovlarni, pasportlarni, masalan bizga mana shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Ota-onangizni yoki o'zingiz ham birga ketmoqchisiz. Mana masalan 1-avgustga kelaman, lekin men 5-avgustga oilaviy hammamiz uchib ketmoqchimiz deydiganlar uchun bemalol aloqaga chiqinglar. Pasportlar tashlab bersalaring bo'ldi. Biz hamma yo'lda o'zimiz qilib, vizalaringni olib, biletlarni olib, yasinsalarni qilib, hamma yo'lda chiroyli qilib joylab qo'yamiz. Sizlar kelasizlar, aeroportga borasizlar, uchib ketaverasizlar. Xudo xolasa. To'lovlarni ham 100% to'lov qilish shart emas. Pasportlar tashlaysiz, viza pulini o'zini tashlab berasizlar. Qolganini aeroportga borganlaringda hisob-kitob qilinaveradi. Muammo bas. Ha, demak, bitta qizil pasport bilan hamma ishlari bitar ekanda. $930 qilib beramiz bir kishiga. Endi qaysi chislolarga qaysi viloyatlardan bor deydiganlar uchun Toshkent shahridan 26-iyul, 27-iyul, 28-iyul, 29-iyul, 30-iyul va 31-iyul kunlari reyslarimiz bor. Shuni narxini Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reysimizning narxini $930 qilib beramiz. Yo'q, bizga Toshkent uzoqlik qiladi. Biz Farg'onadan uchmoqchimiz deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini ham $930 qilib beramiz. Kunlari 27-iyul kuni bor va 31-iyul kuni bor. Bemalol aloqaga chiqinglar va avgustga boraman deydiganlar uchun avgustga ham joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Bir kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin. Bemalol aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib joylarni qilib beramiz. O'zlariga qulay bo'lganda, bemalol ketsa bo'lar ekanda. Endi sharoitlari qanaqa deydiganlar uchun sharoitlari, gastitsalari Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushaveradi, xudo xolasa. Lekin avtobuslar qatnov qo'yilgan. Bemalol avtobuslarda borib kelsa bo'laveradi. 5 mahal namozga chiqsa bo'lar ekanda. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Vizalarni ham qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, 50 boshi xizmati. 50 bosh xizmati billa borib, billa kelishadi iloji boricha. 50 boshimiz xo'p, keyin qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Zo'r. Endi to'lovlar qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun, O'zbekistondan to'lovlar qanaqa qilamiz deydiganlar uchun, respublikamiz 3 ta viloyatlarda ofislarimiz bor. Agar ofisga kelib to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. Ofislarimizga kelib, rasmiy kassalarimizga to'lov qilib ketsangiz bo'laveradi. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun onlayn aloqaga chiqsalaring, shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Onlayn aloqaga chiqsalaring, hisob raqamlar beramiz, rasmiy hisob raqamlarni. Shularga to'lovlarni qilib bizga chekin tashlab berasizlar va pasportlaringni tashlab bersalaring, joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Zo'r. O'zlariga qulay bo'lganda bemalol to'lov qilsa bo'lar ekanda. Xolasa ofisga borib, musofirda yurgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, onlayn to'lov qilib, pasportlarni tashlasa, sizlar registratsiya qilib, xullas aytib o'tganimizdek hamma narsani tayyor qilib qo'yasizlar. Tayyor qilib qo'yamiz. Tayyor qilib qo'yiladi. Mana shart-sharoitlarda eshitdilaring, to'lov masalalari qanaqa bo'lishini, menimcha eshitdilaring. Bu to'lovlar ham jindekkina. Ha, to'lov bas lekin. To'lov bas. Jindekkina o'sha viza pulini to'lab berishadi. Qolganini aeroportda to'lashaveradi. Qolganini aeroportga borgandan keyin xudo xolasa hisob-kitob qilishlaring mumkin. Bu videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa yangiliklarimiz birinchilardan biri sizlarga chiqib turadi. Joy bron qilish uchun hoziroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Musofirda yurgan akalarimiz ko'pchiligi Telegram, WhatsApp ishlatishadi. Telegram, WhatsAppdan ham aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Telefon orqali ham telefon qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, javob olishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha